Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib, umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muoz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muoz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ya Muoz" dedilar. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh." Nimaga 3 marta qaytaryapti? Ya'ni "Ey Muoz, men hozir shunday so'z aytamanki, eslab qo'ying." Shu ma'no bor edi. 3-marta "Labbayka ya Rasululloh" deganidan keyin aytdiki, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allohu alan nar." Ey Muoz, qaysi bir banda sidq dildan, chin ko'ngil bilan, ixlos bilan Allohning yakkaligiga guvohlik bersa, Muhammadni Allohning payg'ambari ekaniga guvohlik bersa, Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi. Ishonib aytyapsizlarmi, birodarlar? Chin ko'ngildan aytyapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xush xabar bor? Shunda Muoz ibn Jabal xursand bo'lib ketdi-da, aytdiki, "Ya Rasululloh, odamlarga aytaymi?" dedi. "Xursand bo'lib qolishadi" dedi. Uni aytib qo'ysangiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yisharmikin dedi. Shuning uchun Muoz ibn Jabal umrining oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda shu hadisni ko'rgazib olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi, umrining oxirgi soatlarida aytdi.